Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismini anglatishni boshlaymiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardob suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badok, mol dedi badok, berdi dedi badok. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini anglading-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltiq tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yor bilan yakson bo'lsin. Birinchi bob. Eli vodiysi kechkuz manzarasi bilan cho'mkaldi. Janubdagi osmonga taqashgan oqvosh tog'lar tumonlashib, shimoldagi keng ketgan binamliklar, o'tliq takchilar sarg'uch suz rangi kirib qoldi. Eli daryosining bahor oylaridagi shiddatli to'lqinlari yoz bo'yi birda pasayib, birda o'rlagan bo'lsa, mana endi borgan sari jimib suzilmoqda edi. Yozicha tirikchilik bilan tinimsiz o'milgan qurt qo'ng'uzlar allaqachon o'chaklarga kirib ketgan edi. Yo'pirmoqlari to'kilayotgan dal daraxtlarning shoxlari Әтісі ақшыми urib turgan soğuk shamolda to'lg'inib shivirlaydi. Na bog'larda, na to'qayliqlarda ko'ngil yayrug'idek manzara qolmagan edi. Hamma yer ko'ngilsiz. Mahallaning u beshidan bu beshigacha qiyoq silib qo'g'lishib o'ynaydigan yalang oyoq yezi bolalari hozir o'choqning oldini bermaydigan bo'ldi. Tabiatning bu ko'ngilsiz mezgili sovuqni boshlab kelgan edi. Bahor oylari yosandirgan yeza, bog'u bo'ston, chimanzorlarning yeshil kiyimlarini kechkuzning sovuq qo'li soldirib olgan. U yerlarda hozir qushlarning tashlab ketgan uvullari qolgan. Yozning shovqin surallari qiyni. Endi qushlarning bütün dalalarni jonlantirib changildab sayrashlari. Dehqonlarning etizlardagi emgak naqshlari anglanmaydi. U yer bu yerda ko'rimsiz ko'zlaklar, qo'g'inliq baranglar va xomillardagi egisiz qolgan kaplar o'ngib ko'rinadi. Engizlarda qo'y kalalarning o'tlab yurgini ko'zga cheliqadi. Ko'tami eriq yaqinlarida qo'ray urib ko'ta qumurib yurgan kishilar onda sanda ko'zga cheliqib qoladi. Mahallaning tor, agir to'qay ko'chalari eriq o'stan bo'ylab diratsiz silingan. Oqartilmagan so'qmi tomliq uylari ko'ngilsiz ko'rinadi. Xazonlar, axlat chavalar ko'rik ostilariga tiqilib, eriq suvlarini ko'chaga yoygan bu sovuq kunlarda ba'zilar uylarining yomg'ir suvlari buzgan yerlarga loychilik qiladi. Ayollar shilim bilan panjaralariga somon qog'oz chaplash bilan ovora edi.
kechkuzning vahimasi dehqonlarni oldirtib qo'ygan. Chunki ularni muziltadigan hassinam oylari kelib qolgan. Ular ko'chining kungay tarafiga yoki tugmanga yig'ilishib, ko'ydirsimu yoz optipi yaxshikan deb sovuqning burun tushib ketganligidan dodlashidi. Ham qishliq un tartish, oddiy bo'lsa-mu ko'ngillik o'tadigan mashrablar uchun tayyorlik qilib qo'yish. Uy ichidagilarning qishliq kiyim kechkini g'amlash qatorliq ishlar uchun bosh qattirishidi. Yog'si yomg'ir, chiqsa bo'ron, padichig'i nada makon degan gap bor. Lekin nodamga hamma vaqt o'xshash bo'lib qolgan. Fasllarning qaysi biri nodamga kulib qaradi. Yetimni yetib ur, bo'lmasa putidan tutib ur degandek yozning qiziq oftoblarida qo'llari soyiga qarab qolsa, uning oldini to'rab darmoni qolmaguncha qo'g'lab yugurdi. Ochliqlarga kirsa, egilaridan toyoq yedi. Yomg'ir yeshin, bo'ron chapqullarda yuzlari yerilib etishib og'ridi. Mana amdi kech kuzning zahardek shamol orala sovuqi qiynayotdi. Nodam podini mahallaga haydadi. U podisini hammadan burun ochiqib, hammaning kaynida qaytatdi. Mundaq bo'lishi boyning "O'g'lim Nodam, qo'y kalalar atigini bilan kashqurliga aloyitalla o'tlaydi. Hayvonning tili bo'lmag'ini bilan xudosi bor. Sana, menga o'xshashlar qursiqini obdan to'ydirg'isi keladi. Shuning uchun atigan chiqda, keyin qayt." deb chekilishida edi. Nodamning bundaq so'zlarni anglag'usi kelmaydi. Shunga podichi do'stlaridan ayrilib orqada qoladi. U mahallaga qolilarni haydab kirganda, to'g'olar hovlilardagi qor yog'ish shoxlarida bir-biri bilan qo'ndoqlashib cho'qishadi. Buningga yunda talashgan itlarning ovozlari qo'shilib ketadi. Nodam mahalla ichiga kirib kelganda, uni mahallaning yalang'ochlangan oq teraklarga qo'ngan qog'lar qarshi oldi. Saharda Nodam bilan tang bir kunlik oziq qiymi bilan olla qayoqlarga uchib ketgan qog'lar Nodamdan xeyli boldir ketdi. Ular terak shoxlarida xuddi bir yipqa tizib qo'ygan qora munchoqlardek tizilib qaqildishadi. Nodam o'tkir ko'zlarini qog'lardan elib, manganning turg'unlardan ko'tarilishini xolamayotgandek eg'ir holda to'lg'inib chiqayotgan oqush kechki islariga qardida, ko'zlarida g'amkinlik yondi. Nodam g'ayratlik bola, lekin uning sunuq chiroyidan yetimligi belinib turdi. Uning bo'y turqi chiroyi dadasiga tortgan. Egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, quyuq qishi qisqa, burni qanşarliq, yeshi 15-16 larda bor. Uning beshida chek cho'rilari qirchilib o'ngib ketgan do'ppa, uchsida kir ko'nglak, ustida opsi qo'lda sherib tikib bergan pinchak, putida cho'ruq bor edi. Qo'lida padichalarga xos tuz iran tayiqi bo'lib, uningga kala qo'ylarning soni baldamchi qilib o'yilgan. U tayoqni boshqa padichalarga o'xshash kala mungiziga dallab otmaydi. Hayvi uchun aylantirib qo'yadi. Hayt-huyt bilan padisini tartibga chaqiradi. U nimala bo'lmasin boy qo'rusida bu ishqa buyurilib yurgandan ko'ra etizliqlarda, edirliqlarda mol beqib yurishni afzal ko'radi. Nodam mollarni haydab yo'g'on darvozadan kirganda, Aqtamboy ikki qo'lining kayniga tutib peshayvonda o'ri turadi. U mollarni soni bo'yicha emas, rangi turqi bo'yicha ko'zdan to'liq o'tkazib bo'ldi va to'ygan to'ymag'anligiga sap soldi. Onasini ko'rib, etilib tipirlashib turgan ikki mo'zayning yenidagi ta'tir qo'ziqqa Nodam biri qora ola, biri qo'ng'ir siyirini bog'ladi. Mollari qishloqqa menishdan burun ayirib qolgan qo'ylarni qo'tanga so'ladi. Ondan ikki tarafida tutquchi bor. Qo'rsaqliq yo'g'on sivatga samon to'ldirib o'stanga ochiqib ketdi.
Nodamning ishlariga sapsilib, peshayvonda o'ri turgan Ahtamboy o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Dodisidek mutaham, gapdan emas. Ishiga puxta, dodil, o'shiq tushik gapi yo'q edi. Nima ishga buyursa, bo'yin to'lg'imay mang'atdi. Qo'rsiqni to'yg'izib qo'ysa, kaladak ishlayveratdi. Hey, endi bu bola o'zgarib o'tadi. Goyitning yolisi yo'qotadi. Shu tombolqini do'rab qolsa, bumi bir parcha tushib o'tmaydigan patang bo'lib qoladi. Bilaman. Hammani qilayotgan Anvar apandi. Lekin uning bilan muomala qilishni bilish kerak. Ayvash kelsa yaxshi. Ayvash kelmasa, hukumatmi, soqchimi bor. Mansur Shangyomi bir dot. Hadislar ularni hukumatga chaqirdi. Qamcha, miltiq bilanlar elni boshqaraman deydi. Lekin baqqan itni urayversang, yinib tishlaydi. Bu yalan toshlarning yinishidan Xudo saqlasin. Ular yuzsizlik qilsa bizga bo'ladi. Ba'zilar eriq chopsang yinini ol, maloyning jinini ol deydi texi. Yuragini mujiyman deb o'ziga qarshi qilib olgandan nima foyda? Sana o'shligi bor odamning qilgan ishida qanchalik unum bo'lsin. Bir necha eg'iz yaxshi gap uchun tiling ko'ymaydi-ku. Sening qora qursa haq ichida insobi bor degan yaxshi gaping chiqqanidan, buni Anvarga o'xshash o'qimishlar ichida ma'rifatchi degan noming chiqqani yaxshi emasmi? Maktab remontiga pulmi beray? Imkon bo'lsa, ashu Anvar apandini uyga ko'chirib akilib olay. Apandi haq degan yaxshi tomoq, pulning quli, o'shir zakotning to'lisini maktabga, ozroqini imom mazinlarga beray. Alning ko'zicha apandiga odatorchilik qilay. O'g'loq bo'lsa, yaxshi ot to'qib mindirib, texi uyda mashrabni qilib beray. Urug' jamoatimizning qizlaridan tanlab turib, birini chetib qo'yay. Pa. Shu chaqda u apandining menga bo'yin aymaginni bir ko'ray chiqqani. Goyitdak tombol qila. Nodamdak muz peshonlarmi mening qo'limga qaraydigan bo'ladi. Ikkinchidan, Nasir, Nodirlarning o'limini hech kim meningdan gumonlanmaydi. Ahtamboy xiyolini shu yerda to'xtatdi-da, turishgan chiroyida xotirjamlik, rozimanlik ifodalandi va enkini asta silab qo'ydi. Uning chiqir ko'zlari bir nuqtaga tikilib qoldi. Ko'p hollarda xiyollarning xufiyani tutadigan boy yana nimalarnidir o'ylashga boshladi. Uzun o'tmay Nodam samonni yuyib akirdi va uni tomga tiklab saqitib qo'ydi-da, omborga kirib kepak elib chiqdi. Samon bilan kepakni ilashtirib, halab etib ikki siyirning oldiga bo'lib to'kdi. Bu shumtakmi balki cho'ng bo'lg'ichi o'zgarib ketar. Dadisini kiyib chiqar. Hatto uningdanmi eshib tushar. deb o'ylashga boshladi boy yana. Menmi o'zgarib ketdim-ku. Yoshliqim buvakchilik bilan o'tib ketdi. Dadamning pishiqlik bilan tukkan tugichini buzib chachdim. Yo'qotdim. Habisim meni nimalarni qildirmadi. Nima ko'ylag'i solmadi. Qing'ir qiyshiq ko'chalarning hammasiga kirdim. Lekin cho'ng bo'lgan seri bo'libmi bu cho'ng uy men qolgandan beri aqlimni topdim. Boshqa baylarga qarab esimni yig'dim. Mol dunyoning qadriga yetdim. O'zgargandimi dadamning yo'ldan boshqacha yo'lda mangdim. Esit. Buvakchilik bilan o'tib ketgan 10 yil. Bo'lmasa bu chaqqichi hech bo'lmaganda 300 qo'yar, 500 qo'g'a. 7 qo'ro qo'y, 15 qo'roga. Janza 3 dan 5ga. To'gi sanduqdagi ziqchi oltin 200 sardan 300 sarga yetgan bo'ladi-da. Hay, shu dadamning kotipanligi. Nemishqa boshqa boylarga o'xshash menimi dunyo tutishga o'rgatmagan bo'lg'aydigan. Ro'ying uchunmi yaxshi edi. Ahtamboy kimning o'g'li? Rustamboyning bo'ladi. Xayr. Ro'ying qo'rinmisan dada? Endi o'zimning yo'lni o'zim topaman. Osmon palakka ko'tarilaman. Boshqalarning ko'zidan o't chiqarib o'taman. Sir sog'digan mo'may sirlangan oq chelakni ko'tarib chiqqanda Ahtamboyning xiyoli uzildi. Nodam ishlarini saramjonlashtirib, kepak yepishgan qo'lini o'g'lab qo'tandan chiqdi. U ko'zini boydan qochirib,
uvulayotgan qo'liga qarab turadi. Nodam bolam, tamoqingni yeb ol amdi, dedi boy xiyoldan beshini ko'tarib. Nodam oshxona uyga kirib, kundikidek o'choq oldida o'ltirdi. Uning kaynidan yenik chamdab Ahtamboy kirdi. Hurnisaxon Nodamning oldiga bir chini suyuq oshni qo'ygan edi. Boy: "Non ochiqibba, non. O'siyotgan bola to'yg'ichi yesin. So'q yeb kelgan bola to'yamdi uningga", dedi. Hurnisaxon jirisdan yiqilgan pul nondan birini ochiqib berdi. Aylangan o'chki terisi silingan kongning ustida o'ltirgan boy beshini silab asnab to'risga qaradi. Oshxona 5 limliq, 3 derizalik cho'ng uy edi. Kun petishga qaragan eshikdan kirganda udulda manta o'choq. Uningga bir cho'ng, bir kichik 2 qozon esilgan. O'choqning yenidagi tomga 3 uzunchaq oyuq o'yilgan bo'lib, chini qochilar dastalab qo'yilgan. 1,5 metr egizlikdagi supaga 5 parcha chiroyli gullik tekmat silingan. Uyning o'ng tarafidagi tomga gulab, qatirisiga 2 sanduq qo'yilgan. Uning ustiga egiz qilib yotgan ko'rpalar tizilgan. Uy yo'ruq ham ozoda edi. Ahtamboyning yenida gap qilmay, uyoq bu yoqqa qaramay 14-15 yoshlar chamisidagi shalong chochliq, qishi sarg'ush bo'lsa-mu qo'yuq. Kezikdan yangi turgan odamdek chiroyi tegi-tegidan seriqtab judigan. Cho'ng ko'zlari parqirab qolgan kenji o'g'il Varisjon o'ltiradi. Varisjonning beshida beg'i rang manjistir do'ppa. Uchisida ko'k terikidan tikilgan astarlik shim chapan. Putida g'ulji xurumidan tikilgan iskatlik o'tik bo'lib, ichidagi oq ko'nglak yoqisidan ko'rinib turadi. 5-lampa uy ichini yo'ritib turadi. Nodam tomoqini yeb bo'lgan edi. Bugun boy uningga xuddi bir nima deydigandeklik qilib turadi. Shunga u boyning og'ziga qarab o'ltirib qoldi. Degandek boy uningga qarab eg'iz ochdi. "Bolam Nodam, atidan boshlab sen Varisjonni maktabga opirsan, ham billa elib qaytsan. Mollaringni tushdan keyin boqsan." Hech o'ylamagan yerdan chiqqan gap uchun Nodam Ahtamboyga itib qaradi. Uningcha Hurnisaxon odati bo'yicha gapga aralashib oldi. U gapga aralashmasa ko'ngli tinmaydi. "Varisjonni maktabga opirib qo'yib kelib, mollarni beqib kelsin. Etizdan tushga yaqin qaytib kelib, maktabga bormasimi bo'ladi-ku? Tushgacha maktabda bekor o'ltiramdi." "Bo'lmaydi. Har bir soat oraliqidagi tanaffus vaqtidami ko'z quloq bo'lish kerak. Yana besh qo'ygan, put toygan yoqlarga ketsa, sen izlab topamsan. Sen voysashdan boshqani bilmaysan", dedi Ahtamboy beshini silkib. Boy Nodamga qarab mundaq dedi: "Maktabga udul berib, udul kelinglar. Mubodo Varisjon boshqa yoqlarga buralsa, yo'l qo'yma. Uqdingmi bolam?" "Uqdim." Yaqindan beri Varisjon maktabdan yenib uyga kelmay, beshi qo'ygan yoqlarga ketadigan bo'lib qolgan edi. Bugunmi shundaq bo'ldi. Maktabdan yenib tovanki mahalla tarafga ketdi. Boy odam avatib uyoq bu yoqni izlashtirdi. Hech yerdan topolmadi. Kech kirgan seri aloqzodlikka tushib qo'rqishdi. Taraf-tarafga chepib paypitek bo'lishib ketgan odamlar uning oxiri tovanki mahallaning oyig'idagi eski tomliqdan topdi. U hech nimadan xabari yo'q beg'am o'ltirgan edi. Mushu ishdan keyin Ahtamboy bilan Hurnisaxon maslahatlashib, Varisjonga Nodamni qo'shib maktabga avatish qaroriga kelishgan edi. O'rnidan turib mengishga tamshalgan Nodamga boy mundaq dedi: "Mollaga bo'g'izni kundikidek atiganrak at. Maktabga mangdigan chaqda o'qurlarni zig'ir qo'g'ini bilan to'ldirib at. Uqdingmi bolam?" "Uqdim." Nodam Varisjonni maktabga opirib akiladiganligi uchun intayin xushal edi. Kim biladi? Illiq chiroy Anvar apandi unimi o'qitib qo'yar balki. Kishilar u Jo'qur apandini kambag'allarga ajab kuyimchankan deb ta'riflashyotdi. Yetimning otasi yetta deganlar bekor aytilmagandu, shunda qilsa ajab emas. Nodam o'ylig'i chiqdi. Issiq
uyda o'ltirib rohatlanib qolgan bola kech kuzning sovuq shamolida tenida birdila titrashning paydo bo'lganligini sezdi va titrab yurib uxlash oldidagi kunda qilib kelayotgan ishlarni qilishga boshladi. Bola ishlarni tugatguncha turmushning xunuk, qorong'u kechasi allaqachon uning atrofini o'rib olgan edi. Kecha bek qorong'u bo'lib, yulduzlarning nurliq, kumush kirpiklik yuzlarini qoramtul bulutlar to'sib ketgan edi. U texi qog'oz chaplanmagan chaqmoq panjaralik uyga kirdida, 5 barmoqni ko'zga tiqsimi ko'rinmaydigan qorong'ulikda tamtilab yurib, qetishib qolgan qo'rayni qarsildatib sundirib, o'choqqa selishga boshladi. Uy ichi uningga taladanmi so'q bilindi. Turmushning qaysi ta'tir taqdiri texi og'zidan ona suti ketmagan kichikgina bolani mushu gundaxonaga yolg'iz akilib tashlagandi ha. Uning ota-bovasimi mushu iz bilan kelgan. Bu iz Nodamni yana qayoqlarga, qaysi yo'llarga elib boradi ekan? U o'zining umr yo'lida yana nimalarni ko'rdi ekan? U mushu uyiga kelganda dastlabki bir necha kunni qo'rqish, jo'ylish, andisha va ansizlik bilan kirpikmi qoqmay o'tkazib o'tdi. Lekin keyinroq yolg'iz, dardlik onasining, ota-onasiz qolgan Odiljonning turmushi uchun boy hovlisiga kelib ishlashga muhtoj bo'lgan bu bola bu ishlarga yolg'izlikqa ko'nib qoldi. O'tayotgan kunlar bizga nemishqa chiroy ochmaydi. Nemishqa bizning kunimiz bargidan mezgilsiz uzilib ketgan guldek so'lishib ketadi. Nemishqa bizning chiroyimiz kun ko'rmagan yo'pirmoqdek razgi. Nodam bu o'y xiyollarni talay qaytim o'ylab ko'rgan bo'lsa-mu, lekin voyaga yetmagan aqli bilan bu ishlarning tegi-taktiga cho'kib yetolmaydi. Nodam o'tni tutashtirdi va qo'rayning ochiqisidan yosh qo'yilgan ko'zini yengi bilan surtdi. Uy ichi yo'rib ko'ngillik bir holat paydo bo'ldi. Uymu ilib qolgandek sezildi. U putidagi cho'qayni yeshib, paytamilarni o'tning oldidagi kesakning ustiga yoydi. Paytamidan ho'r ko'tarilib chiqib, kir ham tarpurqi uning dimig'iga urildi. Nodam o'tsinib birdam o'ltirdi. Uy ichida burun oq bo'lsa-mu, hozir kulrang bo'lib qolgan bir parcha yirtiq kigiz va o'rin ko'rpisi turadi. Uyning bir bo'lingida bedi to'g'raydigan jadu, biri to'mir, biri yig'och 2 dona ora. Ergulu harvining jabduqlari va yog'och qo'ziqda kerakdan chiqqan bir to'r va shilya xomutlar to'pi besib turadi. Nodam oxirgi bir tutam qo'rayni o'choqqa soldida, o'tning yo'riqida tezla o'rin ko'rpisini silib yetib oldi. Tong otmasdan o'rnidan turib, al bir uxlaganga qadar medirlab yurgan bola yotqanning ichiga kirgandan keyin o'zining qattiq horg'inligini sezdi. O't o'chdi. Talada gurkirgan shamol turxundan kirib, qo'rayning o'ti o'chgan bo'sh o'choqqa ushqitib o'ynamoqda. Nodam putini yig'ib tugilib yotganicha o'zining vayron bo'lgan oilasini o'yladi. Opam hozir uxladimi ekan? Odiljonga uxlab qolganda tayinliq. Japoning cheki bo'la. Gaytkam aytdi-ku, tong otmaydigan tun bo'lmaydi ukam deb. Birdamdan keyin uning ko'z oldiga texi 2 qitimni ko'rgan Heliqa apandi gavdilanib keldi. Varisjon bilan qo'shib menimi o'qitsin bo'la. Mayli, Japo tassammi, yaxshi o'qib cho'ng bo'lganda opamni, ukamni yaxshi kunlarga erishtirsam, Japoning tegi rohat deydi ekan-ku. U kishilar yaxshi gapini qiladigan Anvar apandini va mehribon opisini aslab yetib, tatli xiyollar bilan uxlab qoldi. Xilili isib ilib qolgan uy birdamdala sovib ketdi. Shamol texmu adimaydi. Har bir bo'ling puchqoq yuchuqlarga urilib, g'alitili sadolarni paydo qilmoqda. Osmon yuzini qora yungdek bulutlar to'sib ketgan. Agar havo ochiq bo'lgan bo'lsa, sovuq texmu adaydigan chixi. Yelimi bo'sh emas.
Qotandagi qo'ylar, eg'il oldida yotgan kalalar sovuqqa parvo qilmay yenik pushildab yotmoqda. Nodam hech nimani to'ymay tugilib yotdi. Biroq u yaxshi tush ko'ryapti. Yiliqi yiqimliq Anvar apandi uni qo'lidan yetilab sinfga akirib qo'ydi va uningga daftar qarindoshlarni berdi. Varisjon bilan bir sinfda o'qiyotdi. Muallimning so'zlarini butun vujudi bilan berilib anglayotdi. Muallim uni nodam tirishib o'qiyotdi deb maqtayotdi. Lekin u muallim meni maqtamasa bo'ladi. Varisjon muallimning maqtashlarini opasiga aytib, meni o'qishdan to'xtatib qo'ymasa bo'ladi-ku deb o'ylayotdi. Ikkinchi bob. Dumchak egiz-past qabrlar bilan to'lgan Guliston. Qancha orzu armonlar bilan dunyoga ko'z ochib, lekin qora taqdirning shafqatsiz ilkida ochiq hasrat nadomatni ichiga yutib, vafosiz zamon bilan manguga xo'shlashgan jonlar makoni. Hayot bilan xo'shlashgan bu sonsizlagan jonlar ichida o'z umrini yo'qsizlik azobi bilan o'tkazganlar. Qora kunlar bag'riga xanjar urib, mardonalik bilan o'tkazganlar. Kishilarning ajriga changal silib, haromdan samirib o'tkazganlarmi bor? Qabrlar ichida yillarning o'tishi va judun chapqunlarning so'qishi bilan iznasi o'chib ketay deb qolgan qabrlarmi? Atrofi salosulliq qilinib, yeshil, ko'k rangda sirlangan qabrlarmi? Hatto yeniga ko'chat tikilib, vaqti-vaqtida suv qo'yilib turadigan qabrlarmi bor? Ani shu sonsizlagan qabrlarning birining yeniga tiz cho'kkan ona o'z ichida nemalarnidir pichirlab, munchoq ko'z yoshlarini to'kmoqda edi. Ona hech chiday olmaydi. Yukinib o'ltirib, gohida ho'ngrab yig'laydi. Ko'zlariga qorong'ulik tiqilgandek bo'ladi. Qabristonlik ustida qora bulutlar turilib, ig'ir oqmoqda edi. Mana osmon ko'z yoshlar bilan to'lgandek simildab yomg'ir yig'ishga boshladi. Holsizlangan ona o'zini bilmagan holda o'rnidan turib, mahalla tarafga qarab turib qoldi. U mag'dursiz oyoqlarining dirildayotganligini, ko'ziga nimalarning tashlanayotganligini bilmaydi. Bir haza o'tgandan keyin u yuragida qo'zg'algan ig'ir hislardan qutulishga, yelkisini besib turgan ig'ir ruhiy yuklarni irg'itib tashlashga harakat qilib, tiriklarni, nodamni, Odiljanni o'yladi. Uning cho'nqur qayg'uda titragan lavlari ochiq holatda yepilmay turadi. Beshig'i ig'ir musibat tushgan odam har qachon tiriklarni o'ylab o'ziga tasalli topadi. Tiriklar g'imi hammani besib tushidi. Tiriklar a'lo degan gap bekor chiqmagan. Ona, nodam Odiljonlarning tamtirimay cho'ng bo'lishi uchun o'zining puttasab turishining zarurligini his qildi-da, uyiga asta yondi. U yomg'irdan eg'irlashgan kiyimlari ichida shumshib uyiga qaytib keldi-da, namozga o'ltirdi. Namozdan keyin uzoq duo qildi. Ondan navrisini yeniga elib yetib xiyolga cho'kib ketdi. Bu xiyollarning oyig'i uzilmaydi. Birdamdan keyin mahalladan tok-tok qilgan kundagi ovozlar anglanishga boshladi. Ovoz borgan sari kuchayib ham ko'payib bormoqda edi. Bu kishilarning yetish oldidan g'o'rlariga panoh qilayotganligini bildiradi. Gulpamxonning xiyollarining bir tuguni Nosir Oxun edi. Nosir Oxunning sirliq o'limi uning bag'rini pichoq bilan tilgandek echishtirgan va qalbida o'chmas dog' qoldirgan edi. U o'ylagan sari dard hasratga cho'katdi. Bo'libmi, onaning qalbida o'chmas dog'larni paydo qilgan narsa o'g'li Nodirning turmidagi un-tinsiz o'limi edi. U bolasini bir necha kundan keyin qaytib chiqadi deb o'ylagan emasmidi. Ona bag'rini yerib tushgan bolaga chidamdi. O'g'lining o'likini bermaganligicha texi.
Bu ish uningga nihoyatda alam qilgan edi. O'likini so'rab kirganda turma amaldorlardan biri: "O'zimiz kimivatdiq. Buningdan keyin so'rg'ichi bo'lma. Balangning o'likini yeytdingmi ya?" deb Gulpamxonga devaylab guliyib kelganda u qo'rqib ketgan edi. Tova, ashu qonxo'rlarning onalari yo'qmidi? Bolalari yo'qmidi? Zamon shunchami vafosiz bo'lamdi. Rahim shafqat degan narsalar bu dunyodan qurib ketganmi ha? Bolamning yuzini ko'rib olsamchi, yerligiga o'z qo'lim bilan qo'ysamchi kashki. U malullo o'g'limning yerligini qandoq qo'latqandi? Jessini qandoqroq ko'mgandi? deb o'ylagan edi, ona ichidan o'rtinib. Mana shuningga o'xshash xiyollar onani har kuni degudek o'rib oladi. Ko'ksidan etilib chiqqan alam bilan hasrat, g'azab bilan nafrat onaga hech orom bermaydi. Buni ozdab Nodamning yaqinqi bir oydan beri judab qo'raydek qo'rib ketishi, echitgan yerga to'satgandek azoblik belingan va onaning qayg'usini, yurak yarasini ulg'aytirayotgan edi. Kichkina bolani shunchami ig'ir ishlarga solamdi. O'zlarining bolalari bor-ku, mahalla yurtning oldida yetim bolani o'qitib-o'taman degan otoqni oladi. Ammo yetimlarni bo'lsa toza bo'zak topadi. Odiljonning yenida yotgan ola mushuk yenik xurildab uxlayotdi. Uy ichimi qorong'ulashib qolgan edi. Gulpamxon boya navrisini qora besib qolmasin deb beshiga qo'yib qo'ygan pichoqni elib oyuqqa qo'yib turishiga sirtin birining ishpildab kelayotganligi anglandi-da, eshik ochilib Nodam kirib keldi. "Opa, voy, Nodamga bu jinim balam, ko'zimdan uchib ketding-ku." Gulpamxon ishtik berib Nodamni quchoqladi va peshonasiga so'ydi. Ko'ziga liqqida yosh oldi. "Qandoq ahvoling bolam? Tinch omon turib-o'tamsan?" "Yaxshi, opa." Nodam onasining ko'zlariga qaradi. "Yig'lama, opa. Men yiroqqa ketmadim-ku. Bir mahalda turib-o'tamiz. Nimaga yig'laysan? Bu kunlarni o'tib ketadi. Menmi cho'ng bo'laman. O'z kunimizni o'zimiz olamiz." Gulpamxon yeshi amdala 50ning qorisini olgan. Bug'doy o'ng yuzini hasratlik qo'riqlar qoplab ketgan. Azobli xiyollar bilan ko'zlari bildirilib qolgan xotin edi. Uning uyida bir kichik qozon, 2-3 yeridan teshilgan bir parcha kigiz, siri ko'chib ketgan bir sanduq, o'rin ko'rpisi va ushiq-tushak narsalarla bo'lib, besotidagi pulga yarog'idek narsalarning hammasi setilib bo'lgan edi. Hozir u kishilarning nenini yiqib, kuldi ko'mash bo'lib, kirini yuyib, sirni sig'ib, judab sirilib, kunning siriqini orolda ko'rib ketib boradi. Ona o'g'lining boy ishkida o'tayotgan kunlarining qandoqligini dam-dam belgisi keladi. Mana hozir choy ichib o'tirib, uningdan kayni-kayindan savol so'rashga boshladi. "Qo'sqinga to'yg'idek bir nima beramdi bolam, yo oshtoq bo'lib yuryotamsan?" Ahtamboy xotiniga to'yg'idek non deb turdi. Bo'lmasa, xotini bak pishiqkan. Xudo insof bersin. Heliqi o'g'li seni bo'za qilmaydigandu. Yo'qay, uning bo'za qilgudek holimi yo'q. Kashkichi taniq mixlab qo'ygandek o'ltirgan. Maktabdimi shundoq. Bo'za qilmoq tugul, menga bir eg'izmi gap qilmaydi. Toza daldishdigina u. Eg'ir ishlarga salamdu. Eg'ir ishlarga solmaydi. Eg'ir ishlarga bo'sh kelmayman. Opa, cho'ng bo'lib qoldim. Undaq dema bolam, zo'r qilib kelsang bo'lmaydi. Boshqalar seni kichik ko'rib ishlarga buyurumdu. Gaytkam noiti yaxshi odamkan. Xuddi akamdek kuyunidi. Men qildigan ba'zi ishlarni o'zi qilib etadi. Shu odam bo'lsalar, men xor bo'lmayman. Ta'lim bor ekan. Kambag'alning qoyoshi kambag'al emasmi bolam? Bir-birining holiga yetidi. Dadangmi shundoq kambag'allarga kuyunatdi. Nurg'un odamlarga rahmatlik, yaxshilik qilgan. Endi uning yaxshiligi senga yeniyotadigandu bolam. Nodam har qitim uyiga kelganda, o'z uyimning xushligi, put qo'limning bo'shligi degandek echilib yeyilib ketadi.
Uy ichimi nihoyatda iliq ko'rinadi. Besossiz bu uy chinidek pokiz bo'lib, derizadagi uch qacha gul ko'kirib turadi. Ola mushukmu nodamdan hol so'rgandek quyruqini u yoqdan bu yoqqa tashlab o'ynab yumulaydi va nodamga qarab arkilaydi. Nodam onasi bilan xo'shlashib mangdi. Onasi uni xuddi e'tiborliq mehmonini uzatgandek ko'chig'icha uzatib chiqdi. Go'yo yuragi o'g'li bilan tang sug'urilib chiqib ketayotgandek uning kaynidan uzoq qarab turdi. Onaning butun xushalliqi qora ko'zdan yosh tomgandek bir tal o'g'lining oldida pildirlab yurishi emasmi? Uni cho'ng qilib uy o'choqlik qilib olsa, chirig'ini yondirsa, qora yetim Odiljanni qatorga qo'shib olsa. Uning o'y xiyol, orzulari shunchalikla. Xudoyim shu kunlarga yetkazsa, orzulari oxirlashidi. O'lib ketsa-mu, putlarini uzun so'zib, go'rda tinch yotdi. U bayoshat eshib-teshib turg'udek. Qo'lini qayoqqa so'zsa, shu yoqqa yetkudek turmushni hargizmi xiyol qilgan emas. Qaynoq suv ich, ko'ngling tinch, uning kech-kunduz o'ylaydig'ini shula. U burunmu shundoq o'ylab kelgan. Hozirmi o'ylaydig'ini shu. Har qaytimliq namozida tilaydigan tilaklarimiz shu. Oysiz qorong'u kecha. Bütün narsalar kechining sirli qo'yniga kirib g'oyib bo'lib ketgandek ko'zga ko'rinmaydi. Nalardandir ishlamchi yigitlarning mungluq naqshlari kechining sirliq bag'rini yerib uchib kelmoqda edi. Ajab bir zamon bo'ldi. Olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardob suv qonga o'rilay deydi. Shundoq chiroyli naqshi yangratgan, shundoq chiroyli naqshi aytgan odamlar bu dunyoning nima xo'liqini ko'rdi. Mushu naqshilarning eg'izdan eg'izga o'tib to'xtamay aytilayotganiga qancha yillar, asrlar bo'lgandi. Kishilar o'z turmushining qayta tasvirlanib aks etilishini va uning naqshi qilinib yangirishini shunchalik xohlaydiki, eg'izdan tushirmaydi. Ko'ksida kaplashib turgan hasrat tumonlarini tarqitish odamga huzur ato qilsa kerak. Mung bilan aytilgan naqsha mushu mungluq yuraklarga qumg'i suv singandek singadi va ularni cho'nqur uyg'imi soladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1 qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Yaxshi kunda har kim do'st. Voy, sana boshpanoh bo'lib turganda nimadan qo'rqatdi? Sen musallimning birdan-bir o'g'lisan. Do'st dushmanlar oldida rahmatli dadamning izzat obro'yini qil. Butun yurtqa bu yerning podshoh yer ekanligi ayon. Bu yerni ko'yiltirganlar yersiz dehqonlar. Şunu ulanım, bu yerini terishga haqqi bor. Mundaq bir yalan toshni ko'zdan yo'qitamsam, o'zimni hargiz arga hisoblamayman taqsir. Ko'zimizga maqta qadilib yurgan bu muttahamning g'alvarab, endi o'ri yurganini ko'rib baqaylik qani. Beijing vaqti soat 10.